Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Baliqchi tumani Charog'on MFI bir kontur bo'yicha dala yer maydoniga kelindi. Bu yerda jami 10 gektar yer maydoni bo'lib, hozirgi kunda 50 ta fuqaroga 20 sotikdan yer maydoni berilgan. Pomidor mahsulotlari kelgan. 1 gektar yerdan o'rtacha 35 tonna pomidor mahsulotlar olish rejalashtirilgan. 10 gektarga 350 tonna pomidor olish mahsuloti belgilangan. Lider tadbirkor etilib, Asiya Liga Start tomorqa xizmati MChJ biriktirilgan. Konturimiz raqami 2241. Mana hozirgi kunda ish jarayonlari ketyapti. Bu hozimini bo'yiga 500 metr. Bu yerimizdan standart. Mana bo'yi oxiri bu yoq. Oxiri ashi zavr bor. Ber tomoni esa yo'l o'tgan. Bu tarafi eni bo'lib, eni esa ashi tut qator bilan belgilangan. Bu yog'i ham tut qator bilan belgilangan. Hozirgi kunda pomidor mahsulotlari ekilgan.